أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا الله bizim şöyle oltağın barlık kırımdaşlarımızın günahlarına bakıyorsun ya Allah. Tutkaca mutluluklarımızın kulukası ya Allah. Bizden burun ötken barlık atanlarımızın, aydatlarımızın günahlarına bakılıp ahiret günü yaxşılık versin ya Allah. Xitay tecavüzçileri vatanımızga kirgandan buyon shu Xitay tecavüzçilari bilan kurash qilib hayotidan ayrilgan barliq qarindoshlarimizni shahodat neyse makamına yetkisi ya Allah. Bulup mu barın vakasında hayatının ayrılan kardeşlerimizin şehitlik makamına yetkisi ya Allah. Ya Allah, o kardeşlerimiz şehit gitti. Ula bizim dualarımıza ihtiyaç yok. Aksine biz ulanınki ruhiga, ulanın şicaetine, ulanın gururuga, ulanın cüretliğine bizden ihtiyacımız var. Bizni şulanınki cüretliki, şulanınki gururluğu bilen gururlandırsa, cüretlik bilen cüretlendirsin ya Allah. Düşmanımızın korkmaydıgan temkin kıtbası ya Allah. Bizge ittifak sıkata kalsın ya Allah. Bizden tanışıdığan hiç kandan esimiz yok ya Allah. Düşmanımız bir, dinimiz bir, milletimiz bir, okşaması sebep bizni kılma kıl, şeref iran kılvatmışsın ya Allah. Bizge düşmanımız şunca köp, şu düşman bizge yeterlik ya Allah. Bizni ittifak kıtbası ya Allah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Yaşavatkan Uygurlar herhalde bizim kolumuzun gelişeceği şunda özümüzden milletleştirdiğin çıkan kahramanlarını hatırlayıp işlerini ülgelip hem onu evlatlığa yetkizip ben şimdi intayın mühim de kurayım. Hem de biz tulu gaplarımızda biz barın şehitlere değmeden. Şehit degen atalığını köpünçe ona üzerki bilişimler mümkün. Hem şehit doğru kısaca bir düşünce bir görsem. Şehit degen hem de İslam dininde bir nait ulu var bir unvan bu. Şehit bu halkın adam şehit. Ben şehit oluttum da şehit olamaydıgan. Allah halkın adamga ata kılalaydıgan bir unvan bu. Bu unvanga erişken adam kanda imtiyazlarga erişir dese şehitlik unvanına erişken adam soraksız cennet girelaydı. Enin keyinden üzününki urgu tutkallardan 72 gece adamını üzülen bille şefaat kılıp cennetke girelaydı. Cennetki şefaat kılıp hukuku fakat Peygamber Aleyhisselam'dan verilgen Peygamber Aleyhisselam şefaat kılalaydı. Peygamber Aleyhisselam şehit şefaat kılalaydı. Neymiş ki degende? Çünkü cennetteki rahattan cennetki rahat girme men hiç neden hatırcam kirme dep kirdiğim boğaz. Allah Teala insanınki urug tuqqanlar sırt çıkıp kalsa bu köngni yerim bulup kalmasın dep şu şehitning haqormatini urug tuqqanlarning billa abo qilib ajrib qo'ydi. Demek mushunda ulug' var yani bir unvan bu. Endi bu unvanni xohlagan adam erişemedi bu unvonga. Boshqa deganda
Çünkü tarixdan bas sahabeler hayatı jang qilib, masalan Xolid ibn Valid deb bir danglik sahabe var. Mayli islomga kirishdan burun qo'mondonlik qilgan jang bo'lsin, mayli islomga kirgandan keyin, musulmon bo'lgandan keyin qo'mondonlik qilgan jang bo'lsin, mag'lub bo'lib qolmagan. Shunda taktikalik qo'mondon. Shu qo'mondon shunda turiblig'in şehit qilmishga yetmay o'zining oxirgi oyatida kasallab vafot etib ketgan. Ba'zi sahobalar var, iymon aytib bilan bir vaqt namoz o'qimay jangga qatnashib shehid bo'lib ketgan sahobalar var. Shuningga bu shehidlik nayte yüksek unvan. Allah subhanahu wa ta'ala şu qarindoshimizning şu shahodat maqomiga yetkazsin. Cenab-ı Allah. Hem şu qarindoshlarni tarbiyalagan ota-onalarni, ota-onasini urug' qolganlarni hammasini şu qarindoshlarimizningki shafaat bilan oxiratga yaxshi bo'lishini tilaymiz. Tayyorladim. Bu munosabat bilan biz tapılgaç, yani kendini vatanımızda yürüterken, bunun 32 yıl burun yürüterken, barın kurulamanın ki şehitlerine bir esleş münasebetiyle bir yerden oturttunuz. Oldu bilen Bahtiyar Edem'le bu sözü tasdik kılma, kalan geldi Bahtiyar Edem oldu. Assalamu alaikum, aziz qarindoshlarimiz, jamoat, xonimlar, xush kelibsizlar. Bugun bu adadasxonimizga yig'ilishimizniki muddasimi birsi bir diydorlashish. Yana birsi bu 5 aprelni hammamiz bilamiz, xalqimizning ichida naytimi mashhur. 32 yil burun vatanimiz Sharqiy Turkistonninki barin diyorida naytimi cho'ng bir qo'zg'olon bo'lgan. Uni barin inqilobiy deb tarixda xatirlangan. Zaydin Yusuf boshlig'idagi bir guruhga fidokorlar naytimi cheklik sharoiti bilan xalqimizningki hur irodasini namoyon qilib Xitoy bosqinchilariga qarshi bir rasmiy qurolli qo'zg'olon ko'targanda Sharqiy Turkiston mustaqilligining bir harakatining asosiy mayli u vaqtdagi vaziyat qanday bo'lishini qat'iy nazar ular shunday bir jasorat bilan o'tirg'i chiqib Xitoy bosqinchilariga qarshiligini bildiradigan. Gerçi o vaqa mag'lub bo'lgan bo'lsa-mu, uningki ahamiyati tarixda qoldi. Ham ruhiy tozig'ichilik yoshlar orasida, millatimiz orasida Uyg'ur milliy ruhininki bir to'riki yildamiz bo'lib parlab turibdi. Bu bir xasiyatli kunda biz yana bir necha ishlarni qila oldik. Masalan, bugun atdiganda 3 oydan buyon tujjublab tayyorlangan inglizcha, shvedcha materiallarimizni, ya'ni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga oid bo'lgan paketlik materiallarni parlamentga elxat orqali topshirdik. 349 ledamatlarning hammasiga elxat yetib bordi. Soat 11:30da bo'lsa biz qo'limizcha yana xat shaklida konvert selib olib parlament regeringa opadik. Magdalena Anderson statsministrninki adresiga o'z qo'limiz bilan topshirib berdik. Ya'ni bu yerda Markus va Ahmet ismli ishki xizmatchi nayt qizg'in kutib oldi. Ham sizlarningki haqliq da'voringlarni qo'llaymiz. Biz ovozinglarni parlamentga yetkazishga, vaqtida munosabatli organga qo'lga yetkazishga tirishimiz dedi. And Utrix minister, Enrix minister qatorliq joylarga ilxat orqali yetib bordi bizning materiallarimiz. Bizdagi yo'lda kelib olsak, birinchi javob keldi. Bek ta'sirlandik. Birinchi javob parlament ichidagi Krist Demokratiya partiyasining lideri Lash Adaktusson abandininki javobi bo'ldi. Yozibdiki, bizlarning haqliq da'voringlarni bütün kuchimiz bilan qo'llaymiz. Men bütün kuchim bilan qo'llayman deb yozibdi. Ko'zlarimda yosh kelib ketdi. Storilsonga xizmatlarga darhol yetkazdi. Shunday bir ishki bir ahamiyatli ishni qilib o'tiribmiz. Biz bu yerda jamoat birligi bo'lib o'rtaq bir fikr, o'rtaq bir nishonda shakllanib jamiyat bo'lib tashkillandik. Şu jamoat bo'lib kelganlarga men bek so'yindim, rahmat deyman. Biz bu jamoat bo'lib shakllanishdan burungi bosqichlarda bir necha xizmatlarni ishlagan bo'ldik. Masalan, birinchi 2022 yil 1-oyning 1-kunidan boshlab Hör Uyg'ur radiosini Uyg'urcha anglitishni dunyoga tarqatyapmiz. Hozirgacha 95-son
xalq bilan yuz ko'rishdi. 40 necha davlatda bir vaqtda taqdirlab o'tdi. Ama naydi ijobiy inkaslarni anglab shunday xush bo'ldik. Demak, ana tilimiz, madaniyatimiz yo'qolib ketmasin, qo'limizda imkoniyatimiz nima bo'lsa shuni qilib baqaylik degan bir tirishchanlik bilan bu ish ro'yobga chiqdi. Ana yana birinchi oyda 4 qatim, ikkinchi oyda 5 qatim bulab Xitoy erkek qirg'inchilik qilayotgan shu vaziyatda o'tkazilmoqchi bo'lgan qonliq olimpiyga qarshi biz o'zimizning irodasini, mustahkam irodasini namoyon qiladigan namoyishlarda barabar bo'ldik. Nurg'un qarindoshlarimiz so'qini so'qdimay qatorda billa to'di, qimmatli vaqtni ajratib kapadi. Biz alayda rahmat deymiz. Bizning asosiy mo'dayimiz nima degan vaqtda el jamoatga xizmat qilish. Milli örf odatlarimizni jonlantirish, bolalarimizni, yoshlarimizni milliy ruhda tarbiyalash, cho'nglarimizni vaqt qaraydi yo'qlab, halmon bo'lish, yoshlarimizga davlatlik proyektlardan yo'l ochib berish. Eng muhimi yana bugungidek parlament bilan xalqimiz orasidagi ko'vriklik bir rolni o'tab, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining boshqa 9 davlatda e'tirof qilinganiga o'xshash Shvetsiya parlamentimi e'tirof qilinib bir qonun bo'lib yo'lga chiqishini, ro'yobga chiqishini qo'lga keltirish, andan Uyg'ur majburiy emgak qonunining xuddi Amerikaga o'xshash parlamentimi ma'qullanib, Xitoyningki dunyoga ofat bo'layotgan azon mollarini cheklashga bir qonuniy yo'l echish yo'lida tirishayotimiz. Shunga sizlarning bir tushunishinglarni, qo'llashinglarni umid qilamiz. Asosiy mo'dayimiz shu. Ko'p rahmat hammalarga. 18-kuni bizningki Shvetsiya Uyg'ur birligi davlatninki tasdiqlashidan o'tdi. Ham bizga organizatsiya nomer berildi, ham nurg'un yaxshi tushunchalar maydonga chiqdi. Shunga bugun biz shu fursatda radio, tor va jamoat so'rinda nomimizni shu parlamentdan o'tganligini, davlat tasdiq gurshan bo'lganligini e'lon qilishni muvaffaq ko'rdik. Bu bir xo'shallarli ish bo'ldi. Demak, biz birlik nomida nizomnomamiz bor bo'ldi. Uyg'ur milliy manfaati uchun qo'limizdan kelgan imkoniyatimizda bor bo'lgan hamma ishni qilishga tirishimiz, yo'l ochib ma'miz deyishimiz. Andan yana bor tashkilotlar bilan, mayli dunyoning narida bo'lsin, bor partiyalar bilan, hatto shaxslar bilan shu Uyg'ur milliy manfaatiga uyg'un ishlar bo'ladigan biz endi bo'lamiz, saf tuzaymiz, bayrog'imiz, nishonimiz aniq bo'ladi, ham safardosh bo'la olamiz degan o'yda shug'ullab o'tiribmiz. Asosiy mo'dayimiz shu. Andan yana bizning namoyishlarimizda aktiv faoliyatlarni qilgan bir necha qarindoshlarimiz bor. Navro'zda biz hadiyalik bergan vaqtida Mirzahmat afandim bilan Anvar afandim kelmagan, men kichik hadiyaligim bor. Shuni oz bo'lsa-mu qabul qilgan bo'lsa deb shuni hadiyaligimni taqdim yani Mahinur Hanım riyasətçilikin ait yaxşı qıtbədi. Mən ataydı Özbekistandan ton əkaldirmək çıxdım, ama keçikdi. Kiçikini bir hədiyəligim var. Təpsək baxan bassan. Ya, kömül. Elə var da soğuk. Çapay çapan zukonla siz kesin. Ramazan fasidede şu arkadaşlarımızla adi bir hediyeligim var. Çay namaz. Bilirken hayırlı olsun, Ramazan mübarek olsun diye az basma hediyeligim. Özbekçalık az bulmaydı. Emmelerge bak. Amin. Halayımız, Xudayım bersa, faaliyetlerini şu el-cemaat başçılığı da yana nurgun. Yaxşı faaliyetlerini uğurlaştırıp ketimiz. Mesela aldığımızda yetki vardı. Yazlar buluvatdı ballarımız için, yaşlarımız için nurgun. Ahmiyetli faaliyetlerini kılışımız mümkün. Şuna hem dastan hem sohbet bu belgelerge hem bunlara teşekkür, köp rahmet deymen. Şu vaqtda bu Zaydın Yusuf başçılığı qarindoshlarimiz hamda şu vaqtda Xitoy ko'chmanlarining qanchalik kelganligini, anankin bovaqlarning qanday o'tirilayotganligini bo'libmi shu o'zini yesidiki bovaqlarningki tug'ilma bovaqlarningki qatl qilayotganligini hisoblab chiqqan. Bir yilda taxminan 250 dan ortiq bovaq qatl qilingan. Bu bir yezida endi. Endiki Xitoy ko'chmanlariningki
vatanimizga yerleşiyotgan nemesini her 15 minutda bir poyezdning kelganligini isbot qilib turib, ashuni shu yeziliq hukumatga xat yozgan. Bu xatda asosan piyoda to'xtatilsin, undan keyin Xitoy ko'chmanlari cheklansin, vatanimiz chiqmasin degandek, endi keyin bosiliq azaytilsin deganda bir necha nuqtalarni o'z ichiga olgan. Shuni hukumat yo'llagan vaqtda yeziliq hukumatga ular hech qanday javob inkos qaytarmagan. Yani şu yeziliq hukumatga bular hujum qilgan, shuning bilan Xitoy askarlari 500 dak askar kelgan bilan ular yetib olmay, yana 500 ni avatgan ularni yo'qotgan, shuning bilan ular eg'ir tiplik qurollar bilan, muntazam askarlar bilan havo armiya, andan qurolliq armiya bo'lib jami 22 mingdan ortiq askarni chiqsagan. Endi bizning mujodillarimiz faqatla 500 atrofida. Lekin aşılar ular bilan adak şu ahırgacha 5 gün atrofida 10-chisi ahırlashgan deydi. Bazı ma'lumotlarda 14-15 deydi. Lekin 10-chisi 5 gün qattiq jang bo'lgan. Shu atrofda bizning mujodilalarimizdan 232 nafari shu naq maydonda shahid bo'lgan, undan 289 asirlangan. Asirlangandan keyin 103 nafariga o'lim jazosi hukm qilingan. Keyin qolganlar 100 nechasiga shu turma jazosi yoki mangulik degandek endi bir qismlari hozirgacha shu turma bo'lishi mumkin, lekin ko'p qismining izlariga uqmaymiz hamda. Ular hayotmi yoki etib o'tildimi uni uqmaymiz hamda. Demak, bu barning voqeasi shu lekin g'alib qilamagan bo'lsa, lekin bizning xalqimizningki o'yg'oq ekanligini Xitoy mustamlikaga bosh egmaydiganligimizni yoki bo'lmasa Xitoylar bilan bir yashamaydiganligimizni isbotlab berdi. Butun dunyoga to'nitdi deyishgan bo'ldi. Shunga biz bu kunni xotirlashimiz kerak. Inqilobda shahid bo'lgan qarindoshlarimizni nihoyat ehtirom bilan aslaymiz, ham xitlaymiz, hamda turmada yotayotgan Sharq Turkistonda turmada jazo lagerlar yotayotgan barliq qarindoshlarimizga, barliq inqilobchilarimizga erkinlik tilaymiz. Rahmat. Shunchalik chiroyli bir jamiyat quribsizlar, jamiyatning etini nihoyat chiroyli quribsizlar. O'shaning o'zi bizning sho'arimiz bo'lsin. Ya men o'tiribdi. Qozog'istondan kelganlar bor, O'zbekistondan kelganlar bor. Bundan keyin butun shu Sharq Turkistonning turli nahiyalaridan kelganlar bor. Bularning hammasi bir joyga o'tirish sababi, bularning hammasi dili bir. Bularning maqsadi bir. Maqsad nima? Vatan davosi. Biz mushu kuchmi, nihoyat cho'ng kuchmi? Salchaqlamanglar buni. Mushuning o'zi nihoyat cho'ng kuch. Ammo Xudo xolasa mana pat yaqinda buningdan ko'p o'tiramiz. Cho'ng zallarda o'tiramiz. Hatto butun dunyodagi Uyg'urlarni qilamiz. Bizning maqsadimiz mashadagi Uyg'urlarni birlashtirib, butun dunyodagi Uyg'urlarni bir tashkilotdan yaqinda birlashtirish. Shu vaqtda bizning kuchimiz bo'ldi. Nima qilsak, birlik qilsak, sistema qilsak, plan bilan qilsak, hamma vaqtda albatta biz bir utuq qozonamiz biz. So'zsiz biz o'zimizning davosiga ega bo'la olamiz bir kuni. Bunga men ishonchim komil. Buna bugun qadar shunday chiroyli tamoqlar, shunday chiroyli narsalar. Nima uchun? Bizning xalqimizning traditsiyasi, bizning xalqimizning madaniyati nihoyat kuchli. Men doim aytaman, dunyodagi madaniyatiga ko'p asli qo'shgan millat hisoblanamiz, lekin ba'zi bir sabablar bilan unutilib ketyapmiz hozir. Shuningga men endi birinchidan moshani uyushtirganlarning hammasiga chin dildan rahmat aytaman. Chin dildan rahmat aytaman. Bu yig'ilishmi bunday tasodif bir ish emas bu. Mashtab bir tildagi odamlar bir-biriga yig'ilishmi oson ish emas. Biz mana yig'ildik, chachirdik, qo'shildik. Biz Xudo xolsa qanday ish bo'lsa shunga tayyor. Biz mushuni butun mushu bizning o'zimizning Shvetsiyadagi odamlarimizni oldin mashtab qilib yig'ilsak. Mening taklifimda qanday yordam bo'lsa, qo'limizdan kelgan yordamni biz bersak. Sizler başlayıp durup, eşyalar nemi qilib turib, sizler aşlarını yıqsanglar, ama faaliyetimiz biz nemi qilib qolmasa, kechikib qolmasa, birdan keyin birinin o'tayverish kerak. Shu vaqtda yig'alaymiz biz. Biri yo'qib ketib, bir yildan keyin nima qilsak, vaqt bo'lmaydi. Biz sistemaga aylansak shu. Shuning uchun birinchidan nihoyat yaxshi ishlarni qilibsizlar. Bugun qadim Navro'zlarda ko'rdik. Shunda chiroyli
shunday chiroyli o'tdi. Endi bundan keyinmi, bundan yaxshi bo'ldi degan ishonchim komil meniki. Chunki sizlar haq sizlar tarafda. Biz sizlarga qo'shilamiz, sizlarning qanday da'voringizdan e'tiborimiz, lekin bundan keyin hammamiz shu Shvetsiyadagi masalan butun Uyg'urlarni bir yig'ib, Xudo xolsa yaqin orada 2 oydan keyinmi, 3 oydan keyinmi, sentyabrda bir Uyg'ur madaniyat kechiligini o'tkazsak. Inshaalloh. Hammamiz Shu vaqtida mushunning natijasi odamlar keladi Xudo xolsa. Shu vaqtida biz ko'ramiz. Undan keyin cho'ng umidlarni qilamiz. Texmi cho'ng bir yerlarda o'tirishga bizni qilamiz, ammo eng muhim narsa millatimizni unutmasligimiz kerak. Madaniyatimizni unutmaslik kerak. Tilimizni unutmaslik kerak. Rahmat sizlarga mushu nimalar yashagan uchun Alloh rozi bo'lsin. Endi o'sha vatanning gapini qilamiz to'g'ri. Sizlar vatanliklar nurg'un ishlarni, nurg'un xalqni bizning millatimizni, urf-odatimizni dunyoga tanitib kelyapsizlar. Rahmat sizlarga. Sizlarga rahmat. Bizning ota-onalarimiz biz vaqtida shu yoqdan chiqdi. Qarindoshlarimiz o'tib ketdi, bolalar bor, yo'qlar yo'q. Biz burun mana mening ishimdagi mendan kichikroq, sal kichikroqlar to'g'risi biz Uyg'urning sizlar bilgandek tarixni jiq bilmaymiz. Sebebi biz Qozog'istonda yaşadık. Şu Aziya bu yoqda yaşaganlar to'g'risi naq hammasini bilmaymiz de, gapning o'chig'ini rostini aytsam. Biz keyingi vaqtlarda, mana hozirgi vaqtlarda o'sha 15-20 yilning o'ziga to'liq bilib keldik. Sebebi buni dunyolikda qo'zg'alib, buzilib ketgandan keyin to'ndiqda kirib yurib, alışib yurib. Madaniyatimizni, urf-odatlarni, shu faoliyatlarni ko'rgandan keyin Uyg'ur degan millat bor-ku deb ishondik. Yevropaliklar. Bundan 10 yil burun yaxshi tanimadi. Uyg'urlarning kim ekanligini. Endi men qisqacha deganim shu, majinchilik qilgan ishlaringlar ilgari bo'lsin. Biz hamisha birlikda bo'lamiz. Biz vatanlik, Qozog'istonlik deb og'riganni yaxshi ko'rmaymiz-da. Biz hammamiz bir qon, bir tan, bir dil, bir til hammamiz müşkülü bulamayapmiz-da. Yig'ilib bir bulamayapmiz. Mana endi bundan keyin haqiqatan hozir hammalar aytib o'tganlar, so'zlaganlar, hammalarning gapiga qo'shilma. Mana faoliyatlar o'tkazib qo'shilaylik, yig'laylik, texma keng turda to'ntayli xalqqa, yurtqa. Biz gayimchilar bizning egishimiz sizlarni. Bizning nurg'un kamchilik yerlarimiz bordir. Sizlar nurg'un ko'rdinglar, bildinglar, shu vatan to'liq boranglar. Biz Qozog'istondagilar o'z vaqtlarida biz shu gaplarni qilaylik, bunday ishlarni qilaylik degan bilan bizga ruxsat bo'lmagan egallarim borda. Qozog'istonda oy tiling bor, diling bor, maqtoving bor. Senin qo'ling bo'sh degan bilan tilning aslida til borda. Şu paytda sizlar vaqtlar farqlarda yaxshi bildilar. Xitoy uch bo'ldik. Haqiqat biz bolalar bo'lsakmi, shunaqa uch bo'ldik. Dadlarimizning, opalarimizning so'ziga kirib bizda hozir biz shu Xitoylarni yeretdek uch bo'lib turibmiz haqiqatda. Xudoyim niyatimizni qabul qilsin. Amin. Hammamizning Alloh ishqa bash vatandagi qarindoshlarimizni ozodlik chiqarishga Alloh kuch-quvvat bersin bizga. Alloh razı bo'lsin sizlardan. Ben bu ko'rgazmani ko'rdim. Ben shu ko'rgazmani ko'rgan vaqtchilik barin inqilobiy nada qanday yuzladi barin degan qaysi yeza bilmaydim. Bizden sir tutilganligi uchun bu inqilob qatnashgan biqalarni bilmaydim. Bunu ko'rib ko'rgazmada moddiy isbotlardan tartib rasmlargacha qo'yilgan. Rasmlarda qonliq qirg'inchilikning iznalarini ko'rib bo'ldi. Bronik biz ismini atlayamaydigan evir qorallar. Asmanda aeroplan yada tankka deganda. Shunday bastırılgan ahval. Hatta kişilarninki shu ishg'oldiga tikkan jirim daraxtlarining arliqlaridan o'q uzishayotgan ko'rinishlar. Endi Xitoy buningga qo'ygan moddiy isbotlar ichida o'g'oq, bo'lqa, katman, gücek, samanliq, Uyg'ur öylari, hatta yastık, tekke
köplergiçi var. Bular qandaq düşendirilgen bu teröristlerin işletken koral saklagan jayları da kat. Un saklaydigan, aşık saklaydigan katlar. Anda orba, en mühim orunlardan birisi bu suretlerde yarastı terbiyeleş bazılarıdır. Çamgor ot yaş saklaydigan ora, şu bazı bulungan. Anda samallık, ot tutuşturulduğun birinci koral. Meni şunçilik bir oylağı salgan ki, men yığın katnaştık, onun bir körüp kelgenden keyin bu oğaq, bolqa, ketmen gücek, dehqançılık hayat koralı. Bunu tatip alsanlar, hemsini işe orunlaştırınlar, sanaatleştirinlar, çıraylık öylek orunlaştırınlar, oğaq bolqan tatip alınlar desem, sorundakiler qaqaqlap külüp ketken de senin kallan içilmaptı degende. Ben düşenmedim, bu dehqanlar qanaq terörist oldu. Endi bana en ta'sir qilgan yana ikki ko'rinish var. Birisi Böşükdeki bovaq. Bularning qurdini o'ldirdik deb yozilgan. Böşükdeki bovaq qurban bo'lgan kichik shahidimiz. Yig'ib tutdim. O'zini tushib ketgan ayollarning badani. Bir ayolning yonish ko'rinishi bor. Chiroyli yog'liq chekkan yezi qizi turdi. Kiyimlari normal, bak cho'ng yosh onalar bor. Suratlar tatilibdiki nurg'un qo'rqib ko'zidan qo'rqinish basgan ayni chaqdagi yahudilarning Qrim tatarlarining ko'shko'shlardagi qo'rqinchli chiroy aks etgan ko'rinishlar bor. Xitoy buni g'alaba deb e'lon qildi, biroq bu mavzuni uzun davomlashtiramadi. Chunki mendek inqilobchilarning avlodlari savol qo'ydik. Şu inqilobniki ushqini bilan uyg'ondi. Nurg'un kishilar uyg'onmagan bo'lsa, shu inqiloblar uyg'ondi. 5-iyul Ürümçi qirg'inchiligida tirildi. Nurg'un kishilar uyqusidan uyg'ondi. Yaş balalar ketdi, Ürümçi qirg'inchiligini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik, bir qism ko'chlarni ko'rdik. Hatto endi top ko'mitilgan joylar bo'lishi mumkin, keyin fursat bo'lsa bu undaq joylarni ko'rsatib berishimiz mumkin. Uchur qamal qilish pek og'ir. Yezi shaharlarda, qishloqlarda yuz bergan nurg'un ishlardan biz xabarsiz. Ba'zilarini hatto chet elga chiqib anglab, Ürümchida bundaq g'ilpal peshin anglagan bu gapning asli bundaq ishkan deb bilib qolamiz. Nurg'un xotirlar unutilib ketdi, yo'qoldi, esimizda qolmadi. Ham ba'zi voqealarni o'z ko'zimizda ko'rmaganligimiz uchun xatirlarimiz g'uva. Ama ishonmanki, nurg'un shahidlar va chet elda yashayotdi. Ularning bir qismi qo'rqinchdan o'tirib chiqolmayapti. Ama endi biz birlashsak, bugünkidek bunlar birlik kichikdan cho'ng'iydi. Qo'lni-qo'lga tutishib şehitlerimiz üçün texmi ko'p o'tirib chiqara olamiz. Hem çoğlarının izidan mağalayımız, hem balalarımızga bir güzel kelechakni qoldirishga imkoniyatimizni yor bergancha tirishaymiz deb umid qilma, ham ko'pchilikning umidi shu deb o'ylayman. Rahmat. Yaşavatımız aş parlamentning ishini hiç billa bağlan öz vaqtida esinizda bor 2 yil xizmat qilib parlamentda Shvetsiya Uyg'ur do'stlik gruppasini öz vaqtida qurganda. Hozir endi bu qilayotgan ishlar shuning davomi, jonlantirish. Bizning maqsadimiz faqat jonlantirish yetib qoldi. Nurg'un ishlar Shvetsiyada Uyg'urlar tarqalib bir-biri bilan aralashmay qo'ydi. Shunga bizning maqsad jonlantiraylik deyapmiz. O'zingiz bilasiz, Shvetsiyani alayli 7 partiya bor. Ammo lekin Shvetsiyaning manfaatiga kelganda hammasi birlashadi. Boshqa vaqtda bir-biri bilan aloqa qilmaydi, har qaysining o'zining programmasi bor. O'z oldiga mengib ketaverdi. Men demoqchi bo'lganim, bizda masalan hozir bu Shvetsiya Uyg'ur tarixida bu 4-tashkilot bo'lyapti. 4-chi. Birinchisini siz ochdingiz, ikkinchisini kurashgan mashti, uchinchisini ma'ruf. Biz 4-chi hozir. Yana shu Uyg'urning tashkiloti bu. Uyg'urga, vatanga xizmat qiladigan tashkilot. Maqsad mashhadikilarni birlashtirib, mashhadiki Uyg'urligimiz yo'qolib ketmasin deyapmiz. Masalan, mening anam dadam vatandan chiqib Qashqashda.
Ben Kazakistan'da tuğuldum. Ben meyekep, benim balam meyek tuğuldu. 3. generasyon bolatımız hazır. Mesela benim ailem. Ben mesela halamayım eti benim balam Uygurluğunu unutup gitip başka millet bulup gidişine. Bu demek üzümüz ötürüp koyuş ihtimali hazır. Hazır şunda bir nazik jipnin üstüde biz hazır. Avrupa'da yaşamakta Uygurlar. Şuna milletini, urf-adetini saklap kalaya davatımız ve ama parlamentga davani. Yetküzeyli davatkan məqsədimiz şu. Teşkilat, başka teşkilatlar mı var? Ular mı iş kıldı? Kıvatıdı. Yani biz artıkçılık bulmayız. Biz fakat payda keltirimiz. Şuna cemaat doğru düşen son məqsəd birleşiş. Uygurlarını bir yere yığış. Başka məqsədimiz yok. Şunu ben deydigen. Bizim Şvedlarga okşaş netçe 10 cemiyet bolsak mı buludu ama Uygur'un ışığı kelgende, vatan millet ışığı kelgende menfaat bir buluş gerek. Tadın tatıp bu adamlar meşedi yaşavatkan. Likkide çıkkınımız yok. Likkide çıkıp kaldı diye gepsizle bu olsa onun benim cevabım biz likkide çıkıp kalmadık, biz burundan bağ. Hazır yeniden toplaşıp jığılışımızın məqsədi canlandırış. Meyedeki yaşavatkan Uygurlarını. Məqsəd asas meyedeki Uygurlarga hizmet kılış. Çünkü vatandaki ahval ma'lum. Hazır meyed yok bu ki davatımız üzümüz. Bu nayt bir xatarlik ahval hazır. Şuna Şvetsiyadaki 3000 Uygurunu asas kılıp meşedikiler bilen jıhrak çıkılımız. Bizim məqsədimiz şu. Rahmet sizge. Qarozlar. Yani men demoqchiman biz endi eng qulib, eng tug'ilgan bir beshikki baldiki enimsi biz endi chiqayotgan. O'tirga chiqdik, mana 10dan ortiq odam chiqdik. Biz 10 odamlik chiqqan bilan biz sizlarning kuchinglarga muhtoj. Xalqimizning kuchiga muhtoj. Bizni qo'llab, bizni ishtirib, mushtaq yo'lab basanglar, bizning oldimizda qilgan ishlar yo'q. Planlarimiz yo'q. Biz Alloh bo'lsa şu sizlerden soraydıgımız halkımızga embisiga yetkizinglar. Bizde bölgünçilik yok. Biz her qanday vatanning millatning ishi bo'lsa, biz qo'limiz ko'ksimizda. Arış yok bizde. Shunga sizlarga cho'ng rahmat. Bizlar bizni qo'llab quvvatlaganlarga. Rahmat.